Salom do'stlar. Mana biz sekin yo'lga chiqyapmiz. Hozir yotoqxonadan chiqib Thank you, bro. Have a nice day. You don't need to pay, I think. Yeah. It's paid. No, it's like the tip. Thanks, man. You're welcome. See you. Thank you, bro. Hop do'stlar, hozir biz keldik. Sekin hozir stansiyaga kirib ketyapmiz. Shunday mikrofonni qada olsam. Ko'rlar uchun mana qilingan ekan. Ko'rlar kelib, bemalol qayerda nima borligini o'qib ko'rib ketish uchun. Ko'zi ojizlar uchun qanaqadir deb yonib ekan. Qanaqadir xarita ekan. Hozir shuni Abror ko'rib turgan ekan. Hozir poyezdimiz kelishiga ham 10 daqiqa qoldi. Xudo xohlasa, bu stansiya juda ham kichkina ekan. Kichkina bir stansiya ekan. Hozir biz Zakopaniyaga ketayotgan bo'lsak, ya'ni Zakopaniyaga uzoq yo'l. Hop, hamma narsani oldik. Bu yerda qaysidir ichib olgan nimalardir deyapti. Hop. Chapga yurishimiz kerak ekan. Hozir mana peron, ya'ni platformalar. Qaysi platforma? 3-chi. Üçüncü platforma mana do'stlar. 3-chi peron, 3-chi platforma. Barcha odamlar ham уже sekin chiqib, poyezd kelishini kutishyapti. Mana bizni poyezd. Hop do'stlar, hozir poyezdni kutayotgandik. 20 daqiqagacha kech qolishi mumkin ekan. Hozir shuni kutib o'tiribmiz. Bolalar bilan gaplashib.
sekin chiqib olmasa yurib ketadi u yoq bu yoq deyishyapti. Qani 27-vagon ekan, bu 23. Hop. Sekin 27 o'zimiz vagonga o'tib ketamiz. Sekin o'tib ketamiz endi. 24. Oho, yana 3 ta vagon bor ekan. Yigirma to'rt. Durust sabrar. Orqaroqdan chiqdim. Boshqaroqdan. Ikkita kiyim. Hozir biz yo'lda уже sekin poyezdga chiqib olganmiz. Endi ya'ni hozir kech payt bo'lgani uchun biroz uxlab olishimiz kerak. Hop do'stlar, hozir biz uy tomon yo'ldamiz, sekin ketyapmiz. Hozir bolalardan taassurotlarni olamiz. Yo'lda, poyezdda qanaqa bo'ldi, qiyinchiliklar, ya'ni Zakopaneda kutganidekmi yoki yo'q. Hop. Nima gaplar, Yakubjon? Shu olaymi? Olasiz. Ha, tinch. Shu kelib oldik. Charchamaysizmi? Shu yo'lda uxlash qiyin bo'ldi. Qaysi tarafga qarash kerak edi? Ha, kameraga yoki orqaga? Shu uxlash qiyin bo'ldi. Keyin shu bir 6-7 soat yurdik. Shu yechki narsa olgan edim men, ozgina. Yani ozgina bir 2-3 soatcha uxlab oldim-da shu. Zo'rg'a o'shanda ham bir qanaqa noqulay bo'lib shunaqa. Nima gaplar, bror? Tinch. Charchamayapsizmi? Charchadim. Sovuq ekan bu yoqlar. Hozir Bunchalik sovuq bo'ladi kutmagandim. Ancha sovuq ekan, tog'li hudud bo'lgani uchun. Jon. Nima gaplar? Oz qoldimi? Xolisida yaqin qo'yatda targetga keldi. 1,5 kilometr atrofida qoldi. Hammaga salom. Mana keldik, Xudoga shukr, alhamdulillah. O'ylaganimizdek vokzaldan chiqish bilan hamma yoq boshlangan, xuddi ertakdagi uylar. Chiroyli. Poyezdda yaxshi uxladingizmi? Tasavvur qilish qiyin, mayli endi. Zato shuncha qiynalganimizga yarasha hozirgi ko'rayotgan yigitlarimiz juda go'zal. Hop do'stlar, hozir biz 4 tamiz, ya'ni 5-imiz ham bor. U bola boshqa yerdan keladi o'zi. Xudo xolasa abetgacha u bola ham keladi. Biz hozir shu turadigan uyimizga borib, narsalarimiz, sumkalarimiz, yuklarimizni qo'yib ko'chaga chiqamiz, chunki cheking soat 3 da. Biz hozir 11 bo'lyapti soat. Ya'ni 3 gacha ko'cha aylanib kelamiz. Ya bror be. Joylarga yo'q. Ya bunca. Evet, tinchlik. Aka oldi yana. Ostalamasın, villa mana. Bo'ldi chiqyapti. Nima dedi? Bo'ldi, chiqib olmadi-da. Hammasi ko'chaga ko'chaga Kerak. Telefon kim ekan? Hop, hozir yuklarimizni qo'yib tursak bo'ladi.
Xo'p do'stlar, hozir yuklarimizni qo'ydik. Endi ko'chaga chiqib ketamiz. Uy boshqacha ekan, вообще. And your case would be this box, and the code for this is 332. 322. Yeah, then you can open. It will be here. Which number? 332. No, inside the key there will be only one key. 332, and then you have to close. And the code for this door is 18 and hash. 18 hash. Yeah. Qayerga? Hüseyin kebab. Hasan kebab. Nomi qiynagan. Ko'ko'z. Mana Mana kelibmiz. Hüseyin kebab. Hozir. Halal. İtalyan. Ko'rasizlar. Meni nomdan kelsalar sizga qilib berishaman foiz. Da, yozildi. Xohlasiz qayta aytib yuboring. Meni nomdan kelsanglar 10% skitkasi bor. Kiring hozir. Xo'p do'stlar, hozir zakaz berdik. Hamma o'ziga nima ishini aytdi. Hozir tayyor bo'lar ekan. Biz yuqoriga chiqib, mana bu yerda o'tiramiz. Mana Abrorbek ayronlar bilan, ha? Atmosfera bomba. Xo'p do'stlar, hozir sentrga ketyapmiz. Qayerga ketyapmiz dedingiz, Yoqubjon? Hozir Centrum Missami, ular degan joy bor ekan. Center tomonga. Hozir borib ko'ramiz. Faqat bitta kofe olib bor. Ichib yurishli havo bor talaga. Nima deysiz? Kofe olib ichib yurishli havo bor deyman. Olaylik deyapman-ku. Olish kerak. Hozir biz shu shahar markazini aylanamiz biroz. Keyin bozorlik qilib uyga qaytamiz. Ha, Yoqubjon. Qayta. Nimadir demoqchi bo'ldingiz. Gapiring. Kamera bo'lib qolsa, esdan chiqib qoldi gapimiz. Shirinlik bor ekan. Kamera bor. Chiqib qoldi. Mamutdan lekin вообще zo'r bit. Said endi qalay bo'ldi taassurotlar? Taassurotlar yaxshi. Yaxshi kelibdi kameraga. Yaxshi normalni. Hozir shu shahar sentri bo'ylab yuribmiz. Hozircha oxiriga yetib bormadik. Asosan shu restoranlar, do'konlar, shunga o'xshash joylar bor ekan. Suvenir sotadigan do'konlar, har xil turdagi uylar, misol uchun mana motel, shunday narsalar bor ekan. Ya'ni boshqacha usulda qurilgan. Mana tog' tomonlar lekin вообще chiroyliga o'xshyapti. Nima deysiz?
Xudodan hozir kameradan zo'r ko'rinmayapti. Buguncha hozir ya'ni keldik. Bugun kelgan bo'lsak, shu shahar ichini aylanmoqchimiz. Shahar ichi shu yotoqxonaga joylashib olishimiz, bozorlik qilib shu ovqatlarni tayyorlab olsak, bugunga menimcha yetsa kerak. Hozir yana bitta sherigimiz bor. Bola ham hozir keladi. Keyin Xudo xohlasa ertaga Tog'ga chiqamiz, xudo xohlasa. to'liq kunimiz tashqarida, ya'ni tog'ga chiqmoqchimiz. Mana otni ham olib o'tib. Mana unda osmonga ketib qolgan. Bitta to'g'rilasa, bitta sekinroq qilinadi kamerani. Yo'qolib qolyapti. Mana topolib qolyapti. Oladi. Sekinroq qilinishi kerak. Slovga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Tirik odam do'stlar. Qimirlaydi. Hozir bu bola pul solgani uchun keyin rasmga tushamiz, birga rasmga tushib qo'yishdi. Biz bolalar qani endi? Orqada qolib ketishibdi-yu. Hozir bu yerda ajoyib cherkov bor ekan. Qurilish usuli menga juda yoqdi. Boshqacha chiroyli do'stlar, qaranglar. Qasrga o'xshaydi ekan. Toza, keyin rangi ham yoqimli. Mana hisobi yaxshi ko'rinmayapti. Aslida ham shoqa bo'ldi-da. Yo'q. Просто mana qadrlayapman. Keyin qaytaveramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Sog'lik yaxshimi? Men bloger biladim, charchamayapsizmi? Nimaga? Nima gaplashdingchi? Shakam qolib ketdi. Nima bilan? Mani qorbo'ma shakkasini oqtarib yuribman, chiqsa olaman deb joyidan. Nima gap? Tinch, xudoga shukr o'zchi. Menga blogerlarni o'rgating, men ham boshlamoqchiman bir qilib. Da o'zimizcha esdalikka-da. Endi mendan intervyu olmaysiz mendan. Shu hozir olamiz, siz bilan kofe ichib olamiz yotdik. Allohda men qalbdan chiqqan maxsus so'zlarim bor. Nimaga? Qanaqa yaxshi kelib oldingizmi? Tashlab keldingizmi masalan? Kelib oldik, xudoga shukr. O'zi ham boja joy tanlabsiz, joningiz sog' bo'lsin. Qancha chiroyli joy tanlabsiz. Eslatasiz. Ikkalamiz tanladik. Kollaboratsiya. Yaxshi ham chaqirganlaring bor-ku. Direktasiga siz noz qildingiz. Kamerani o'chirib qo'ysiz. O'zga aytiraman. Ketdingmi bolalar? Ketdik. Qayoqdan keldingiz siz? Bu yoqdan keldingizmi? Bu yoqdan sekin qaytamiz. Bedron akani ko'rdilaringmi? Yo'lda kelyapti turib. Aha. Xarajat qolsa bo'ladi deyman-da. Shu yerdan qolamiz, shuni aytyapman. Hozir bu yoqdan qaytaylik deyapti, chunki bu yoqdan ham chiqib qoladi. Hamma yoqda bor. Mana do'stlar 5-odamimiz keldi. Hozir mana to'liq bo'ldi. Endi sekin kofe ichib bozorlik qilib uyga qaytamiz. Uje hozir kech ham tushib qoladi, shom bo'ladi. Va yangiliklar o'zi Johid. Yangiliklar xudoga shukr. Sezonda o'tib oldik. Sezonda rosa ishlar etdik. Endi mana sezon hali ham
Bir nima qilib javob so'rab kelib oldim, aytdim. Ketmasam nima? Ketaman, yonayni dedi. Yo'lda qiynalmaysizmi? Bolalar qiynalishda uxlashga. Uxlagani men shunday bo'laman, Farruh ham hayron qoladi. Siz ertalab keldingiz-da. Toshsiz yo'q o'rsiz ham ketaveraman biz. Ertalab? 8 da chiqdingizmi? Yo'q, 8 yo'q. Kech payt soat 1 da meni poyezdim. Yo'q, Soat 1 dan 11:30gacha bo'ldi meni poyezdim. Va bizdan uzoqdamidingiz siz? Yo'q, dunyoda bir chekkasi bu. Ha, da, to'g'ri. Siz tepada edingiz-da bizdan ham. Juda ancha tepada. Biz ham shu 1-2 da chiqdik-da. Lotusdan bizni shahargacha 250 kilometr atrofida bo'lsa, yana qo'shasiz o'shancha. 400 kilometr, 650 kilometr. Juda katta yo'l bosib qo'ydi, lekin Zakopanye ham rosa Eng chekkasi. eng chekkasi ekan davlatda. Lekin chekka bo'lganidan arziydi olib kelishga. Ma'lumotini aytibdi Zakopanyeda. Aytar ekan Winter Capital of Poland degan. Aha. Shunday qishda faqatgina polshaliklar emas, butun dunyodan juda ham ko'plab turizm shunchalik oqib qaynab keladiki, даже Varshava kapitaldan ham o'tib ketib qoladi. Qo'shing bitta bocha menga. Sizgami? Ha, bitta Hozir bolalar sirli qanaqadir narsa olishyapti. Ha, tushundim. Qo'shing bocha. Sirli narsa ekan. Hali nimaligini bilmaymiz, lekin tatib berishga eksperiment qilib beryapman mana. Bochaga nima qolsa, Yaxshi bo'lsa bloger akamiz olar ekan, bo'lsa bo'lmasa. Yaxshi bo'lsa ham bo'lmasa ham. Tirik qolsangiz olaman deydi. Ikkosini birga to'laysizmi deyapti. Joningiz sog' bo'lsin. Sizni palakcha biladi desam, Bilmayapti uni. eshitmay qoldi shekilli-da. chapkan limiti yopib qoldi. Shapkami? Japka kulfaka. Buni qaynab berar ekan bu shuni. Menimcha qanaqadir sirga nimadir qo'shdi, jenkuye. O'ychenya. Kavshan ketamiz. Shunaqa bojing bo'lsa, mana shanasi olib bersa. Boja bo'lsa. Qani yeb ko'ringlarchi, nima ekan aytasizlar? Sirga o'xshaydimi yoki nonga o'xshaydimi? Ichi sir bo'ladi, o'zi non ichi sir. Koni sirmi? Qoni sir. Yo'q-ku. Qanaqa bo'ladi? Koni sir. Menimcha nimadir qo'shgan. Simi palchika. Zakska gali uzun bo'ladi. Simi palchika. Kattalik. Hozir endi sekin yana kelgan yo'limiz bo'ylab qaytyapmiz. Hozir bozorlik qilib, uyga qaytib, ovqat qilib dam olamiz.